Prokuror ko'p so'radi, 4 yil so'radi, 3,5 yil so'rab berdi. 2 yil o'tirdim orada. Orada ham yaxshi turma emas ekan, krasnoy zona ekan. Ikasemnas degan joyda o'tirdim. Orada ham misalar uragan, qiynaganda odam. Ish buyuradi, ishini aytmasang uradi yoki spalni mesdan noto'g'ri zapravlatga bo'lsa ham olib boradi, 5-6 tasi uradi, elektroshoka bilan uradi, azob beradi. Shahid keldida, shuni to'g'rimda to'xtatdi-da. Shu to'g'rimda to'xtatdi, nima otapti-da, raketami kichkina. Otyapti. Menga tegmayapti-da, arqamdakini urib o'ldiryapti. Mendan boshqa 5 tasini otib o'ldirdi. Men qochdim qabristonga. Qochdim, izimdan quvvat o'tibdi. 3 ta dron. Izmaketim. Bir qabr panasiga yoshindim. Ustima qara kilonga bor ekan. Qara kilonkani tortib yotdim-da, yarim soat dron ketgandan keyin boshqa qishloqqa bordim. Endi men bo'ylam yo'q bilmadim. Bo'ladigan ish borligi. Yo o'z makonimga qaytmoqchiman. A Rossiyaga-chi? Yo Rossiyaga qaytib. Qaytmaysizmi? Nega? Ora borsak yana qaytarib urushga uzatadi. С каждым годом в Узбекистане выносится все больше судебных решений по статье о наемничестве. Однако эта страна остается лидером по количеству наемников, участвующих в войне России против Украины. Не только среди стран Центральной Азии, но и среди всех иностранных государств. Саламатсыздар, біз Қырғызстаннан келген журналистпіз. Сіз интервью бергенге мақұлсыз ба? Мақұл. Рахмат. Өзіңізді ашып кетсеңіздер, аты жөніңізді. Мен Feruz. İsmim Abdulla Feruz Yorqlovich, O'zbekistondanman. Qaysi yerdasiz O'zbekistonda? Buxorodan, Buxoro oblastidan. Buxoroning o'zidan. Buxoro Qorako'l tumani. Qorako'l tumanidan. Bu ayılning ati Qorako'l. Ne, avul Durman, rayonning oti Qorako'l. Jarayt. O'sha yerda o'sdingiz. So'ng o'ydingiz, turadi. Qancha yoshga chayin o yoqda yashadingiz? 37 yoshgacha. 37 yoshga chayin. Ne alek bo'ldingiz? Ne жұмыс qildingiz o yerda? O yerdami? O'zbekistondami? Ha. Qurilishda ishlaganman. Qurilishda. Xotiningiz bor, ayolingizmi? Xotinim bor, ayolim bor, 2 ta farzandim bor. O'zingiz qancha yoshdasiz? Hozir 38 yosh. 38. Yaqinda Rossiyaga ketgan turibsiz siz, o'shanda? Ha, Rossiyaga keldim, ishlashga, жұмысқа. Жұмысқа keldik. 4 oy ishladim. Keyin o'sha 4 oy? Ha, 4 oy. Janjallashib qoldik bir o'zbek bilan. Qamaldim-da. 3,5 yilga. Qaysi shaharga ko'chdingiz? Qaysi joyda ishladingiz? Kirov oblastida. Kirov oblasti. Qaysi yerida? Katelnich rayonida. Katelnich. Katelnichda. Ayaqda stroykada ishladingizmi? Yo'q, u yoqda Xitoy bazasi bor. Beryozadan morojniy palishga chiqaradi. O'sha joyda ishladik. Keyin ish ustida janjallashib qoldik-da bir o'zbek bilan. Nega O'zbekistondan ketdingiz deyin? Ha, Rossiyagami? Ну, pul ishlashga. Ayliqasi. Bulo'z qoldi o'sha yerda. Ha, u yoq Buxoroda. Buxoroda qoldi. Oilam Buxoroda. O'zim keldim, 4 oy ishladim, 4 oyda janjallashdik sherik bilan. Qamalib qoldim-da 3,5 yilga. Niye o qamaldingiz? Ne sebepten? Urushgan, janjal. Janjalda. Kimga urushib ketdingiz sizlar? O'zbek bilan. Ne sebepten? Sabab shu ish ustida noto'g'ri kelishmovchilik bo'ldi-da. Ya. Kelishmasdik, a? Kelishmovchilik. Bunda butavoylar. Qamalib ketdingiz? Qamaldik. Anon 3,5 yilga qamaldim. 3,5 yilga? 3,5 yilga. Amne buncha uzoq qamalishdi? Janjal uchun ular. Ya qattiq urdingiz bilan? Yo, shu urganda bosh yorilgan ekanda. Aniq, a? U nimami yo'q dedi. Pretenziya nima dedi baribir. Bo'lgan joqda pretenziya, biroq o'shanda o'zida. O'shanda ham ko'p surib berdi-da. Prokuror ko'p so'radi, 4 yil so'radi, 3,5 yil surib berdi. 2 yil o'tirdim orada. Orada ham yaxshi turma emas ekan, krasnoy zona ekan. Ikasemnas degan joyda o'tirdim-da. Orada ham misalar uragan, qiynaganda odam. Ish buyuradi, ishini aytmasang uradi yoki
spalni mesda noto'g'ri zapravlyatka bo'lsa ham olib boradi, 5-6 tasi uradi, elektroshok bilan uradi, azob beradi. 2 yil o'tirdingiz, ana ne oldu? 2 yil o'tirdim, keyin orada ham shu misalar bilan kelishib bo'lmadi-da. Patkirishga saqladi 7 oy. Qiynadi-da, urib. Keyin majbur 4 ta qog'oz olib keldi, qo'yib qo'yasan dedi, urush uzatamisan dedi. Hamni qanday qilishdi? Ne deb emetishdi? Prikaz qilishdi. San dedi, saqlab bo'lmaydi bu yerda. Qo'l qo'ydi dedi. Qo'l qo'ydi dedi, san dedi, urush uzatamiz dedi. Ne qilasiz deshdi qo'l qo'yib olsam? Ne qilasiz deshdi qo'l qo'yib olsam? Elektroshoker har kun azob qaytishdi, elektroshoker memetasiz dedi. Achig'i ele. Men kaj dedim, men azob beraydi, muchitilni. Bittasi ham 6 ta 7 ta uradi. Даже speznas kelib ham urganman. Majburlab, o'sha jaz deb, kontrakt. Kontrakt qo'l qo'ydingiz bundan o'sha. Chiqaramiz deshdi turmadan. Agarda qo'l qo'ysang turmadan chiqaramiz deb, ana menga berdi, pulni da pul bergan yo'q, hech narsa bermadi. Bergan yo'q-ku. Yo'q, beradi to'shpa 2 million rubl. Yo'q, unaqa obshat qilmadi. Obshat etgan yo'q-ku, hech ko'rgan yo'q-ku. Kontraktda yozilib emasmi aqchasi? Yo'q, kontraktda aqchasi yozilmaganda. 210 ming so'm oylik bor deb yozilgan. Oyiga. Biza keyin bizani uzatishdi, oradan 9-10 kishini. Donetsk oblastiga. O'sha yerda poligonda bir oy turmoqqa. Uchopka bo'lgan turadi. Uchopka qildi. Orada ham qochdim men. Qochdingizmi? Ha, qochdim. Anan qochdingiz? Chiqib ketmoqchi bo'ldim. Baribir dron bilan ko'rdida tutib oldilar-da. Kimlarning droni? O'rislarniki. O'rislarniki boshqa podrazdeleniya tutib oldida, bizani podrazdeleniya xabar berdi, kelib olib ketib, oradan keyin 150 ta soxtardim. Anam ne oldu? Qaytib kelishdi, ne bo'ldi? Olib borib keyin yana komandir bordi, komandir Tojikistondan. Keyin ikkita odam meni yotqizib tutib o'tiribdi. Bursoy bor. Bursoy bilan savaşdimi? 40 marta belimdan urishdi keyin. Komandir o'zi tojik ekan. Komandir tojik ekanda. Pistolet bilan murojaat qildi, otib o'ldiraman deb otmoqchi bo'ldi. Otmadi lekin. Qancha oldi uchopka? Uchopka 1 oy bo'ldi. 1 oy, Uchopkasi ham muchitilni ekanda. Og'ir 40 kilo ves beradi, yuk sumka. Branjilet avtomat, shu bilan keyin 10 kilometr poligonga yugurtiradi ertalab. Turqatadi. Ha, poligonga boramiz, poligonga ertalabdan kechqurungacha zanomat qildiradi. Chidab bo'lmaydi-da. Ana uchopka bitgandan keyin qayerga bordingiz? Uchopka bitgandan keyin bizani nima uzatishdi? Dmitropetrovskka, Ivanovka. Ularni nimasi Ivanovkani olish ekanda. Ivanovka uzatishdi. U yoqqa keldik. Mendan oldi ketdi. Oldi bir guruhga ketdi, keyin bizani uzatishdi. Har guruhda 6 ta odam bordi. 6 ta uzatyapti. Men ham ketdim izidan. Ketdim. Bir qabriston bor ekan, qabristonidan o'tdik. O'tgan joyimizda biz 6 kishi Baba Yaga bilan shahid keldi. Shahid keldida shuni to'g'rimda to'xtatdi-da. Shu to'g'rimda to'xtatdi. Nima otapti-da, raketami kichkina. Otyapti. Menga tegmayapti-da, arqamdakini urib o'ldiryapti. Mendan boshqa 5 tasini otib o'ldirdi. Men qochdim qabristonga. Qochdim, izimdan quvib o'tibdi. 3 ta dron. Izma ketdim. Bir qabr panasiga yoshindim. Ustimga qara kilonga bor ekan. Qara kilonkani tortib yotdim-da, yarim soat dron ketgandan keyin boshqa qishloqqa bordim. Bir qishloq qapitalda o'rmon bor ekan. O'sha lesga kirib yotdim 5 kun. 5 kun yotdim, 5 kun ham o'sha men qochgan joyga ataka qilib o'tdi-da dron. Izma ketdim. Keyin 6-kun turdim joyimda. Yana turdim-da, obratni ketdim keyin. Bizani uzatgan joyga orada yo'l boshchilar bordi, uzatib o'tiradi. Ratsiya bilan xabar qilib. O'shalar yoniga bordim. Oradan 3 kun o'tirdim. Vaziyatni aytdim, shuni bo'ldi. Keyin meni yana boshqa odamlar bilan uzatdi. Boshqa guruhlar bilan. U guruhlar bilan Ivanovgacha bordik. Ivanovga bitta o'rmonning ichiga kirdik. O'rmonga kirgan joyda bitta tepadan shahid raketa qo'yardi. Bizning yo'l boshini o'ldirdi. Portlab ketdi, yonib ketdi-da. Keyin 4 kishi qoldik.
ikki kishi boshqa tarafga ketdi, 3 kishi biz yana oldiga ketamiz, aytilgan manzilga. To'chka berganda bizga kartada. Ketamiz, u ikkitasi mendan oldiga o'tib ketdi. To'chkaga qarab, men adashib qoldim Urganchda. Adashib qoldim deb yana bitta yo'l bor ekan, yo'ldan chiqib borsam, nima bor ekan, palatka. To'g'ri boraman, Ukrainalar nimasi edi? Bordim. To'rttasi avtomobil bilan chiqdi oldimga chiqdi. Manda orужие yo'q ham. Ukrainsklar. Oldimga chiqdi. Anda orужие yo'q. Orужие yo'q. Qo'lim ko'tardim, kirib bordim. Mehmon qilishdi, kutib olishdi. Urgani yo'q. Ошондо штурмда сиз канча күн катыштыңыз? Ошо санаганда. Bir hafta. Bir жума, э? Bir haftaдан кийин камашкан турбайбы? Жарадар болдуңузбу? Жок, жарадар болбодум. Ошондо качан камалдыңыз? Ошондо туткунга түштүңүз качан? 5-октябрда. 5-октябрь 25-жылы. 25. Ошончо жарым жыл болуп калган турбайбы биякта турганыңызга? Жарым жыл болду? Yarım yil bo'ldi. Berdim biza Lesopolkada blindajda saqlashdi-da biza 5 kishini. Keyin bu yerga 3 hafta oldin jo'natishdi poyezd bilan. Sizlar менен ошол убакытта кайсы улуттагылар дагы жүрдү? Өзбектен башка сиз Өзбекстандан да. Biz O'zbekistondan birta men o'zimdan, ikkita Tojikistondan bor edi, ikkita Tojikistondan, ikkita o'ris bor edi. Rossiyadan. Бияк шарты кандай экен? Условиялар кандай экен? Условиясы нормальный, yaxshi. Нормальный, жакшы эле. Условиясы yaxshi. Башкалар менен мамиле жыт турупту эле, жакшы эле. Yaxshi. Үй бүлөңүз боюнча айтып калдыңыз, жанагы эмеде Бухарада ким калды? Баары Өзбекстанда да тура, Россияда эч ким жок да силердин туугандарыңыз. Tug'anlarimdan ukam bor edi. Ketmagan bo'lsa, Rossiyada. O'sha men qamalishimdan oldin gaplashganman, o'shandan keyin men suyaslamagan. Gaplashgan joksiz. Gaplashganman. O'zbekistonda kim qoldi? O'zbekistonda ota-onam bor, 3 ta ukam bor. Bitta opam, bitta singlim, xotinim, 2 ta farzandim bor. Аларды көрбөгөнүзгө көп болду окшойт, э? Көп болду. Канча болду көрбөгөнүз? 1 yil bo'ldi. 1 жыл болду, э? Сиз азыр өкүнүп атасызбы катышканыңызга? Контракт кылгонуңузга өкүнүп жатасызбы? Кандай дейсиз? Хата кылдым. Ката кылдыңыз да? Кол койбош керек эле да. Жок, кол коюш керек. Анткени сиз сак-саламатта элесиз да? Тирүүсүз да эмнеңиз. Эмнеге өкүнүп атасыз дейм да? Эмнеге өкүнүү бар силерде? Это не наша война. Өзбекче. Bizda urishimiz emasda, xato qilamiz kelib. Kelib xato qildik. Аны көрдүңүз да, анткени канды көрдүңүз. Qonni ko'rdik, o'liklarni ko'rdik. Эми сиз өзүңүздү аттыңыз да. Аттыңызбы? Atқан жоқсыз ба? Вообще hech kim otganim yo'q. Bir haftada kirib borganman, lekin oldimga hech kim chiqmagandi. Urusha kelmasin demoqchiman. Kelbesin deb? Bu bizning urushimiz emas. Бул эми сиздин мекендештериңизди айтып атасыз да, туурабы? Катышпасын деп, э? Үй бүлөңүзгөчү, үй бүлөңүзгө эмне деп айтардыңыз? Кимге? Үй бүлөңүзгө, укаңызга, атаңызга салам жолдобойсузбу деп. Салам. Мүмкүнчүлүк болсо. Ota-onamga alangali salom yo'llayman. Ularni sog'indim. Xudo xohlasa o'lmasak ko'rishamiz, inshaalloh. Sizdin sog'lik tilayman barchasiga. Sizdin pasportingiz qaysi? Rossiyaniki? Yo'q, meniki O'zbekistonniki. O'zbekistonniki. Bizga aytishgan edi, 6 oy xizmat qilib, qaytib kelsang o'lmay, pasport beramiz degan edi. 6 oy bo'ldi ana shu. Эми siz O'zbekistonga qaytib kelsangiz qamab qo'yish mumkin da sizlarga. Nayo'nishsiz deb. Endi mumkin, qamash mumkin. Chunki terrorist deb qamash mumkin, surib berish mumkin 8 yil. Qo'rqoysizmi? Yo'q, qaytgandan. Dayarsizmi buga? Tayyorman. Bu yerda o'tirgandan ko'ra o'zimizda o'tirgan. O'zingiz mamlakat mekanda o'tirgan. O'z makonim. Antkeni ko'p жылга o'tirg'izib qo'yish mumkin-da. Antkeni organ olib hisoblanmaydi-da bizning mamlakatda. Tushunasizmi o'shani? Tushunaman. Biroq dayarsizmi buga? Tayyorman. Agar iloj bo'lsa. Endi kutib o'tasizda siz, men bo'lsa ekan deb umidlanasizmi? Endi men bo'ylam yo'q, bilmadim. Bo'ladigan ishi borligi. Yo o'z makonimga qaytmoqchiman. Rossiyaga-chi? Rossiyaga qaytib. Qaytmaysizmi? Nega? Ora borsak yana qaytarib urushga uzatadi. Я от Фируза звоню. Где он рядом? Можно поговорить? Нет, он же в военном лагере для военнопленных. В Украине он.
Украине. Да. А вы где сами? Я в Кировской области. А. Вы ему кем приходитесь, извините, я не забыл. Брат, Брат, да? родной брат, Родной брат, да? младший брат. Да. Но он жалеет тоже, что пошел навоевать. Жалеет. Но как-то его можно освободить-то? Но он же не российский гражданин, да? Он уже узбекский гражданин. А их так в первую очередь не обменивают. Их на последний счет оставляют. Ну, вы что хотели ему сказать, если мы потом встретимся? Что бы вы хотели ему передать? Ну, чтобы побыстрее вернулся домой к родителям. Угу. Слушать, любим его. Угу. Ждем. Ну, вы сами не попадете в эту войну, ладно? Абдулазиз, Нет, как брат? не хочу. А то могут и подставу сделать, и деньги, и паспорт. Спасибо за хороший совет. Хорошо. Хорошо, спасибо, Абдулазиз. До свидания.